Oylik to'lovi ham yumshoq, boshlang'ich to'lovi ham yumshoq, o'zi ham yumshoq Nexia uchimiz chiqdi akalar. Yil 2016-yil boshlang'ich $1700 bilan halollansa savdoga berilyapti. Akalar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shingizdan chiqmasa, oylik to'lovini oxirida aytib o'tib ketaman akalar. Ketdik, obzor qilib beramiz. LED faralar akalar 4 ta balon yumshog'idan taqilgan akalar. Ko'rib turgan bo'lsangiz, holati juda ham yaxshi. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar 4 ta eshigi shumkasi bor ekan. Akalar, salon qismiga kiradigan bo'lsa, apshikalar yaxshi holatda, yaxshi chexollar taqilgan, polkalar yaxshi holatda, o'zinomni qarullari, mes deflektor, 237 ming probekda, mashinamiz avtomat. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bunaqa tez monitorlarigacha bor ekan. Nima deysizlar, akalar? Tayyor holatda Nexia 3. Shundoq kelasiz, o'tirasiz, minasiz. Hech qanaqa ish yo'qdyaptilar. Motor, hadovoy, korobkasi zo'r ishlaydi, даже kondisionerlargacha zo'r ishlayaptilar. Nima deysiz, aka? Bu yoqda metan gazlarigacha bor. Xudo xolasi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beraman deyaptilar. Xullas, boshiga $1700 berasiz, oylik to'lov keladigan bo'lsa $385 dan 25 oyga qilib berishga 5 vot. Xullas, tegaragan nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Nexia chiqib turgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, okalar, joninglar sog' bo'lsa, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.